Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan Titanlar hujumi animesidagi Levi Ackermanning ayonchli hayoti, do'stlarining o'limi, tarixi, hammasi haqida gaplashamiz. Qani unda boshladik. Levi yer osti shaharchasida tug'ilgan, jinoyat, qashshoqlik va kasalliklar hukmron joyda. Onasi Kuxil kasal bo'lib yotardi. Levi bolaligidan deyarli hech kimga tayanib o'smagan. Kenny Ackerman uni topishi. Onasi vafotidan keyin Levi yolg'iz qoladi. Shunda uning amakisi Kenny Ackerman uni topadi va tirik qolish uchun zarur ko'nikmalarni, jang, pichoq ishlatish, qurol tutishni o'rgatadi. Lekin Kenny mehribon tarbiyachi emasdi. U ketib qolganda Levi yana yolg'iz qoladi. Farlan va Isabel Levi yo'qotgan birinchi yaqinlari. Levi yer ostidan chiqib ikki do'st Farlan Church va Isabel Magnolia bilan do'stlashadi. Ular Levi uchun oiladek bo'lgan. Bir missiya paytida ular halok bo'lganda Levi o'zini aybdor his qildi. Bu voqea Levining xarakterini butunlay o'zgartiradi. Sovuqqon, qat'iyatli va hissiyotlarini ichida yashiradigan odamga aylantiradi. Levi jang maydoniga chiqqandan beri ko'plab askarlarini, yaqin savdoshlarini, do'stlarini yo'qotdi. U ularning boshlig'i sifatida o'zini javobgar deb bilardi. Bu ruhiy og'riqni kuchli, ammo ich-ichidan singan qahramonga aylantiradi. Levi o'z do'stlarini o'ldirganmi? U to'g'ridan-to'g'ri do'stlarini o'ldirmagan, ammo titanlar va janglar tufayli ular ko'p marotaba Levi ko'z o'ngida halok bo'lgan. U ularni himoya qila olmagani uchun o'zini aybdor hisoblaydi. Anime ichida Levi hech qachon do'stini atab o'ldirmaydi, lekin shunga majbur qilishadi. Zik barcha 30 dan oshiq askarlarni ichkilik bilan Levini ushlab turish uchun titanlarga aylantiradi. Levi esa barcha askarlarni qiynalib, eslab, vijdon azobi bilan o'ldirishga majbur bo'ladi. Chunki endi u askarlar odamga aylanmasdi. Tasavvur qilaylik, sizlarning qo'lingizda 30 ta askar bor va ularning hammasi sizni bo'yningizda. Ularning hammasini ota-onasi bor va ular o'g'lini necha yil o'stirib katta qilishdi. O'g'li esa bitta topshiriqda o'lib ketadi. Bu juda yomon. Ya'ni Ervinning o'limi ham Leviga qattiq ta'sir qiladi. Ervin Levining faqat qo'mondoni emas, balki eng hurmat qilgan insoni edi. Devorga qarshi jang vaqtida Levi Ervinni qutqarish yoki armiyani saqlab qolish o'rtasida tanlov qilishga majbur bo'ladi. Bu Levining butun hayotidagi eng og'ir qarori edi. U armiyani qutqaradi, lekin Ervinning o'limi Levi uchun chuqur ruhiy jarohat bo'lib qoladi. Ervinning o'zi tirik qolishni xohlamaydi. Levi yana eng yaqin insonidan ayriladi. Zik bilan bo'lgan so'nggi jang va portlashdan so'ng Levi o'zini yo'qotib qo'yadi. Yaqin do'stlarining o'limi, titanlar bilan janglar va oxirgi arkda Zik bilan to'qnashuv Levi jismonan ham ruhiy ham juda og'ir holga olib keladi. U kuchining yarmidan ayriladi, doimiy jarohatlar bilan yashaydi, lekin shunday bo'lsa-da davom etadi va oxiri nogironlar avachasiga mixlanadi. Levi oxirgacha kurashgan, ammo ichida juda singan qahramon. Levi har doim sovuqqon ko'rinadi, lekin ichida yo'qotishlar, aybdorlik, qayg'u, javobgarlik uni yillar davomida qiynab kelgan. Shu sabab ham Levi titanlar hujumi olamidagi eng insoniy, eng realistik va eng fojiaviy obrazlardan biridir. Lekin Levi juda ham kuchli. U asosiy titandan tashqari barcha turdagi titanlarni o'ldira oladi. U zik hayvonsimon titanni ko'p marta birga-bir jangda yengan. Keyingi videolarda titanlar qotili Levi nomi ostida video chiqadi. Videoda Levining qanchalik kuchliligi, qobiliyatlari, titanlar bilan jang haqida gaplashamiz. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerimni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullohni. Agar dizaynerga ish tushsa va yaxshi dizayner kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini opsiyaniyada qoldiraman. Bugungi videoda sizlar bilan Levi haqida gaplashdik va video haqida va anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaryapman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha